Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan kulichi, pasxalniy kulichi deyiladi. Pasxa vaqtida tayyorlanadigan shirinlik tayyorlaymiz. Kraffinlar yoki kulichlar. Endi men maydaligimdan dadam sovuqxonada ishlar edilar. Endi avvallari ruslar bilan ishxonalarda ko'pincha ruslar bo'lardi. Ular dadam har safar har yili shu pasxa vaqtida bitta katta kulich olib kelardilarda, shu maydaligimdan shunchalik shunga nima o'rganib qolgan edik. Keyin shu bilan endi katta bo'ldik, otamlarim o'tib ketishdi. Endi to'y bo'lganimdan keyin biz Satepuga yashar edik. Bu yoqda ham ruslar ko'p edi kvartirada. Endi seksiyada turishardik. Hamsoyalarimiz berishardi bolalarga. Keyin mana YouTube'dan chiqdikki, endi o'rganib, endi nevaralarga men pishirib beryapman. Shuning uchun bugun shuni tayyorlaymiz. Yaqinlashib kelyapti pasxa. Har yili bir marta pishiraman. Endi shirinlik baribir hamma ham ovqatdan keyin shirinlik yeydi-ku. Shu shirinlik bir haftaga yetadi. Endi shu pishirganimiz. Hozir shuni pishiramiz. Shu 300 ml sutni mikserni chashasiga solamiz. Iliq sut 300 gram shakardan 2 loshka solamiz. Ozgina aralashtiramiz. Apara yasaymizda. Endi droji solamiz. 3 чайный ложка droji solamiz. Ana endi shu xamirimizga soladigan unning 200 ni, qopchi undan 200 grammini solib apara tayyorlaymiz. Drojimiz yaxshi ishlayaptimi yo'qmi? 10-15 minutdan keyin ko'ramiz. Ustini yopib qo'yamiz. Ana endi 10 minut o'tdi. Drojimizni ko'ramiz. Mana ko'pirib chiqibdi. Endi bunga shakarimizni solamiz. Mana 300. Bir loshka bilan 330 ml bo'ldi. 330 shakar solamiz. Tuxum solamiz. 4 dona tuxum. Bir loshka asal solamiz. Bir staloviy loshka. Tuz solamiz. Yarım çayni loshka tuz. Yarım çayni loshka tuz. 100 gram apelsin suvi solamiz. Sariq yog' solamiz. 120 gram. Maydalab ozgina yana rastительный масло ham solamiz. 150 gram bo'lishi kerak-da. 2 loshka rastительный масло semichka yog'idan solamiz. Ana endi unimizni solamiz. 200 solgan edik. Bu yerga %400 bo'ldi. Jami 600 bo'ldi.
800 bo'lsin. Mana endi mikserimizni qo'yib xamir qo'rishni boshlaymiz. Yana 200 gram solamiz. 200 gram. Jami 1 kilo berdi. Yana 200 solamiz. Hammasini solmadim, 100 tasini soldim. Vanilin solamiz. Boshqacha ichida. Ozgina sariq rang berish uchun kurkuma solamiz. Qolgan unimizni tayyor. Endi o'chiramiz. Endi buni oshishga qo'yamiz. Ustini yopib, shu stol ustiga qo'yamiz, oshadi. Xamirimiz oshdi. Mana 1,5 soat bo'ldi. Tayyor bo'lganiga. Tayyor bo'ldi endi. Xamirimizni 3 ta zvolotchaga bo'ldik. Mana ikkita bir xil, bittasi kakao qo'shdik, ikkitasi oq. Ana endi ustini biroz yopib tindiramiz. Biroz mushladik-da. Mushlagandan keyin damini olish kerak. Xamirlarimiz yana damini olib bo'ldi. Endi farmiravat qilamiz. Yog' surtamiz endi. Sariq yog'. Joyimiz ozgina torliq qildi. Maydaroq qilishim kerak ekan-da, 2 bo'lib qilsam yaxshi bo'lar ekan. Ozgina uzun mayiz
kivi, keyin o'rik, turshak. Shularni suvga botirib qo'ygan edim. Apelsin suviga va qaynoq suvga. Keyin uni quritib, ozgina un soldi. Buni kesamiz. Kesdik. Endi uraymiz. Bu katta bo'ldi. Buni boshqa narsaga uramiz. Üstünü yopib qo'yamiz. Bunga ham mayizlarni solamiz. Bunisi mayda bo'ldi. Endi qo'llarni so'rab Yaxta yong'oqimiz ham bor, maydalangan. Uni endi ustini yopib joyladik. 7 ta bo'ldi. Mayda stakanchiklarimiz qoldi. Ustini yopib, iliqroq joyga sindirishga qo'yamiz. Mana kulichlarimiz shishdi. Endi duxovkaga qo'yamiz. Duxovkani yoqamiz. Men non pishirganimga aytganman. Duxovkamizni shunday yoqaman, qo'yaman. 40 minut davomida pishiramiz. Endi 35-40 minut davomida. Yana ko'ramiz, pishishi davomida ko'ramiz qancha minut ketganini. Bir sıra joylarini almashtiramiz. Pastdagisini yuqoriga, yuqoridagisini pastga olamiz va gazni pasaytiramiz. 350 edi. Endi 250 ga pasaytiramiz mana. Уже buni pastga qo'yamiz. Qarib pishgan, endi ishlari ham pishishi kerakda. Mana qarib bo'libdi. Endi pasaytirsak alovni pishadi. Alovni pasaytiramiz. 250.
qilamiz. Ustini yopamiz. Usti qizarmasligi kerak. Ustini qog'oz bilan yopamiz. Kulichlarimizni olamiz. Gazini o'chiramiz. Ochistka bilan ko'ramiz. Mana pishgan. Pishgan. Hozir endi biroz sovisin. Keyin kesib ko'rsataman. Mana azizlar, kulichlarimiz, krapinlarimiz tayyor bo'ldi. Ana krapinlar ustiga saharni pudra yana qand upasi sepdik. Kulichlarimizga ana gulchalar yasadik. Nimalardir qildik. Ishqilib. Mana ko'rsataman. Issiq qoli iliq. Issiq даже mana ichida, ichi o'zi iliq mana. Ishlari shunday. Shunday chiroyli bo'lib pishgan.